Assalomu alaykum. Men Samarqand davlat universitetining Urgut filialida 4-bosqich talabasi Mustafoyeva Dilomirman. Bugun sizlar bilan birgalikda o'quv tarbiya jarayonini boshqarishda o'qituvchining mahorati mavzusini ko'rib chiqamiz. Men buni 3 ta rejaga bo'lib oldim. Demak, birinchi rejamiz o'qituvchining darsdagi pedagogik mahorati. Ikkinchisi o'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarishda o'qituvchining pedagogik mahorati. Uchinchisi esa o'qituvchining pedagogik mehnat mahorati. O'qituvchining darsdagi pedagogik mahorati. Inson mehnat faoliyatining turi ko'p bo'lib, ulardan biri sharafli va faxrli bo'lgan o'qituvchilik kasbidir. O'qituvchi yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish ishlari bilan shug'ullanuvchi shaxsdir. Shuning uchun ham o'qituvchilik kasbi jamiyatda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarga ta'sir etishda o'qituvchining tarbiyaviy ta'siridan kuchliroq vosita yo'q. Chunki o'quvchilar bilan hamma vaqt birga bo'ladi va unga qalb urug'ini, bilimini bag'ishlaydi. O'qituvchi yosh avlodga ta'lim beruvchi hozirgi zamon talabi nuqtai nazaridan ilg'or, ishbilarmon hamda kirachilarga xos bo'lgan axloqiy sifatlarni tarkib toptirib boruvchi shaxsdir. U o'quvchilarning sinf va sinfdan tashqari faoliyatini ham uyushtiradi. U o'zi bolaga ibrat namuna bo'la olishi bilan ham diqqatga sazovordir. Buyuk mutafakkirlarimiz o'tmishda ham o'qituvchining mehnatiga yuksak baho berishgan va u juda faxrli va oliyjanob kasb ekanligini ham aytib o'tishgan. Ulug' shoirimiz Alisher Navoiy ham madrasa muallimlarini har tomonlama kamol topishni orzu qilgan. U ham o'qituvchilikni oliyjanob va faxrli kasb deb hisoblagan. O'qituvchining mehnati hamda qadr-qimmat haqidagi quyidagi satrlarni ham bitgan. Haq yo'lida kim senga bir harf o'rgatmish ranjilar, aylamoq oson emas, haqqin ado ming janjilar. O'qituvchi pedagogik mahoratli, har tomonlama bilimli bo'lishi kerak. Chunki unga o'quvchilar har sohadan murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Har tomonlama bilimli o'qituvchi esa hech qiynalmasdan savollarga oson javob bera oladi. O'qituvchining mahorati bu pedagogik kasbning asosiy ko'rinishidir. Dars jarayonida o'quvchilar bo'lgan muomalada o'qituvchining mahorati ko'zga tashlanadi. Bu o'quvchilarni o'z faniga qiziqtira olishi, ularni mustaqil fikrla olishi va vazifalarni mustaqil bajarishiga o'rgatish bilan bevosita bog'liqdir. Hayot har bir kishisidan o'z ixtisos sohasida shuhrat qozonishini va izlanishini, mehnat qilishini talab qiladi. Hayotning bu yuksak talabini sezgan va shunga amal qilgan o'qituvchigina bolalarni o'qitish va tarbiyalashdek ulug' va mas'uliyatli vazifani bajara oladi. Biz buni mahoratli o'qituvchi bo'lgan, 40 yillar boshlang'ich sinf bolalar kitobining muallifi bo'lgan, mahoratli bo'lgan pedagog Oqilxon Sharafiddinov misolida ko'rib chiqishimiz mumkin. U o'qituvchilik qila boshlagan yillarda darsliklar, qo'llanmalar, o'quv ko'rgazmalari, qurol va boshqa qo'llanmalar ham juda oz edi. Va shunga qaramay u yosh pedagog darslarga puxta tayyorgarlik ko'rar va darsni mazmunli o'tishga harakat qilar edi. Lekin o'tilayotgan darslardan nechundir o'zi qoniqmas, nimadir yetishmayotganday bo'lar edi va o'zi mana dars berayotganiga ham ancha yil bo'lgan bo'lsa-da, lekin darslar yengil ko'chmayapti. Yana o'qituvchilar darsga e'tiborli bo'lib qarashmayapti degan xulosa bilan jiddiy o'ylardi. O'z ishini tanqidiy tahlil qilib, o'z davridagi pedagog tajribalar bilan suhbatlashdi. Nihoyat ishdagi jiddiy nuqsonlarning asosiy sabablarini tushunib yetdi. Haqiqiy o'qituvchi tarbiyachi bo'lishi uchun o'z bilimini oshirib borishi va o'quvchilarga nima o'qitish kerakligini o'ylash bilan birgalikda kifoyalanib qolmasdan, balki boshqa o'qituvchilar bilan ham, tajribali o'qituvchilar bilan ham hamkorlik, fikr almashish kerakligini anglab yetdi. Pedagogik mahorat, ya'ni bu narsa har bir o'qituvchi uchun zarur va qimmatli bo'lgan xususiyatdir. Pedagogik mahoratni tinmay oshirib borish zaruriyati hayot talabidan kelib chiqadi. Hayotda olg'a yurishning chegarasi yo'q. Hayotda bugun sizga yangi ko'ringan narsa ertaga yana boshqa narsa bilan almashinadi, ya'ni boshqa yangi narsa bilan almashinib turadi. Pedagogik mahorat ham cheksiz bo'lib, qancha yuqoriga intilsa pedagoglarimiz u shuncha o'sib boraveradi. O'quvchilarning bilish faoliyatini boshqarishda o'qituvchining rahbarlik mahorati. Dars jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini o'stirish va unga rahbarlik qilish mahorati juda ko'p holatlarga bog'liqdir. Ana shu holatlardan biri o'qituvchining o'z o'qita
o'qitadigan fanni, ya'ni o'quvchilar uchun qiziqarli tarzda olib borishidir. Yoki mutaxassislarning ta'kidlashicha, o'quvchilarning psixikasini, diqqatini, tasavvurini, tafakkurini va boshqa funksiyalarini ijobiy ta'sir qilishdir. O'quvchining o'qitish va tarbiyalash jarayonida uning bilish faoliyatiga kuchli ta'sir etishi, yoshini, psixik holatini va qiziqishini hisobga olish zarurligi haqida psixologlar qayta ta'kidlaydilar. Shuning uchun o'qituvchi qanday yo'l bilan, qaysi usul bilan va o'zining qaysi mahorati bilan bo'lmasin, o'quvchini o'quv materialiga qiziqtira olishi zarur bo'ladi. O'qituvchining oldiga doimo qanday qilib o'z o'quvchisini fikrini ijobiy tomonga yo'naltirish degan savol turadi. Buning uchun o'quv-tarbiya jarayonining ayrim qoidalariga rioya qilishi kerak bo'ladi. Ya'ni ulardan birinchisi, o'quvchilarda bilish, qiziqish, aqliy mehnat jarayonini tashkil qilishga qiziqtirish va bunday tashkil qilingan darsda o'quvchi aktiv qatnashib, yangi bilimlarni o'zi qidirishga harakat qilsin va dars problema jarayoniga aylansin. Ikkinchisi, hamisha bir xillik bo'lgan tashkil qilingan aqliy mehnat o'quvchilarni tez charchatib qo'yadi. Ya'ni shuning uchun ham darsda turli-tuman har xil tashkil qilinishi maqsadga muvofiqdir. Uchinchisi, o'qib turilgan va o'rganib chiqish lozim bo'lgan fan va uning bilimlarini o'quvchilarga qiziqarli qilish va uni tushunish uchun fanning qayerda va kerakligini ishlatish holatlarini o'quvchilar tushunib yetishlari kerak bo'ladi. To'rtinchi, o'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun yangi o'quv materialini ko'proq o'tilgan o'quv materialiga bog'lagan holda olib borish. Ya'ni bu tushunishni birmuncha osonlashtirish ham aytib o'tiladi. Beshinchi, unchalik qiyin va qiziq bo'lmagan material o'quvchi uchun qiziqarli bo'lmaydi. Shuning uchun o'quv materiali o'quvchining qiziqishiga va yoshiga mos kelishi ham ta'kidlab o'tiladi. Oltinchi, o'quvchilarning ishini qanchalik tez tekshirib turilsa, u yanada ko'proq qiziqib ishlayveradi. Dars davomida va uyga berilgan topshiriqlarni demak, tekshirib borish ham o'z navbatida yaxshi natija berishi aytib o'tiladi. Yettinchisi, o'qituvchining o'quv materialini aniq va emotsional bayon qilishi o'quvchilarga o'quv materialini o'zlashtirishiga yanada qiziqtiradi. O'qituvchi mehnat madaniyati va mahorati, o'qituvchilik faoliyati va ixtisosga layoqati to'g'risida gap borganda, muallimlarimizni shartli ravishda 3 toifaga ajratish mumkin ekan. Birinchisi, izlanuvchi va ijodkor o'qituvchilar. Ikkinchisi, tayyorgarlik ko'rishga istagi bo'lsa-da, o'z ishini nimadan boshlashini bilmayotgan o'qituvchilar. Uchinchisi esa ta'lim va tarbiya ishiga tasodifan kirib qolgan o'qituvchilardir. Ta'lim to'g'risida qabul qilingan kadrlar tayyorlash milliy dasturida va ta'lim to'g'risidagi qonunda biz yuqorida ko'rsatilgan zaruriy yo'l-yo'riqlar yana takomillashtirilgan metodik va nazariy asoslari sanab ko'rsatilgan. Darhaqiqat, ta'lim sardorligi va sifat ko'rsatkichini belgilashda o'qituvchining professional madaniyati asosiy ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Quyida biz ana shu ma'naviy nizom bilan bog'liq madaniylik mahorati xususiyati to'g'risida fikr yuritar ekanmiz. Ushbu masala bo'yicha metodist olimlar mulohazalariga ham murojaat etamiz va ulardan ijobiy tarzda foydalanamiz. Bu yo'nalishlar orasida pedagogik madaniyat yetakchi o'rinni egallaydi. Mazkur tushuncha mohiyat e'tibori bilan o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik aloqasini izohlaydi. Shunga ko'ra, ta'limni insonparvarlashtirish masalasi mazkur yo'nalishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar shaxslararo muloqot va munosabatlarni, o'zaro hurmat va ishonch hamkorligini yo'lga qo'yishga erishiladi. Garchi bu jarayon oson yo'l bo'lib hisoblansa ham, biroq ana shu usul asosida ish ko'rgan o'qituvchi o'zi xohlagan holda ta'lim mazmuni va sifatini sinfdagi bilimga moslashtirishga intiladi. Bunda o'qituvchi va o'quvchilarning didaktik hamkorligi ham yaqqol ko'zga tashlanadi. Dars davomida ta'lim mazmuni, irodaviy zo'r berish sifatlari tarbiyalab boriladi. Psixologik madaniyat ham pedagogik madaniyatga mazmun jihatidan yaqin turadi. Bu tushuncha mazmuni o'quvchi va o'qituvchi shaxsning shakllantirilishida va rivojlantirishda asosini belgilaydi. Ushbu ma'rifiy jarayon inson shaxs rivojlanish, shaxs jamiyat, shaxs kasb, shaxs mahorat ijodkorlik ko'rinishida amalga oshiriladi. Pedagogiya va psixologiyadan olingan bilimlar uyg'unlashib, metodik madaniyat qirralari bilan bog'lanib ketadi va o'quvchining ongi, qobiliyati, iste'dodiga
kuchli ta'sir ko'rsatib, axloqiy, madaniyatli yangi inson shakllantiriladi. O'qituvchi bu narsalarni hisobga olib, o'z madaniy saviyasi va bilimi orqali o'quvchilarning qiziqishi va ma'naviy ehtiyojlarini o'stirishga intilib boradi. Bo'lajak o'qituvchi uchun metodik madaniyati juda muhimdir. Mazkur ta'limiy jarayonni egallash uchun yosh o'qituvchi muayyan tushuncha, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirib borishi kerak. O'qituvchining metodik mahorati, chet tili, fizika, ximiya va boshqa fanlar, o'quv predmeti sifatida muayyan fanlarni o'qitish uslubiyati, ta'lim texnika vositalaridan foydalanish uslubiyati, kompyuter savodxonligiga ega bo'lishi va shuning bilan birgalikda keng foydalanishga to'g'ri keladi. Pedagogik muammoga doir izlanishlar bilan tanishilib chiqilayotganda metodika tarixi, professional ijodkorlik asoslari, dars texnologiyasi singari adabiyotlar o'qituvchiga katta yordam beradi. U yoki bu predmetni sinfdan tashqari ishlarni uyushtirishga tayyorgarlik ko'rish hamda maktabda o'quv praktikasini o'tkazish ham metodik madaniyatning tarkibiy qismini tashkil qiladi. Chunonchi maktabda o'quv praktikasini o'tkazish jarayonida qarab, bo'lajak o'qituvchilarni leksiya-seminar, leksiya-amaliy ish, leksiya-amaliy o'yin ko'rinishidagi pedagogik mashg'ulotlarda faollik ko'rsatishlari yaxshi natija beradi. Bo'lajak o'qituvchilar ilmiy tadqiqot madaniyatini egallashlari uchun ilmiy metodik tomondan jiddiy izlanishlari ham zarur bo'ladi. Maxsus tashkil etiladigan ilmiy tadqiqot ishlari o'zi ularni ko'p narsaga o'rgatadi. Shu ta'limiy jarayon mobaynida ular o'qituvchi, tadqiqotchi o'z ustida ilmiy mustaqil ishlash asoslari, ilmiy bilish metodlari, ilmiy tadqiqot tartibi, ilmiy fikrlashning talab va mantig'i, pedagogik tadqiqotning o'ziga xos xususiyatlari va ilg'or tajribalarni umumlashtirish asoslari, ilmiy munozara mavzularida leksiya tinglasalar, birgalikda muhokama qilsalar va tadqiqotchilik madaniyatini egallashga yanada chuqurroq yondashadilar. O'qituvchi madaniy saviyasini o'stirishga va mahoratini taqsimlashtirishga muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiy bilim asoslari, falsafa bilim asoslari, ishbilarmonlik davr talabi kabi siyosiy bilimlar bilan qurollantirish orqali o'qituvchining ijtimoiy, siyosiy bilimlari hajmi yanada ortib boradi. Ma'naviy madaniyat bo'lajak o'qituvchi uchun ham juda zarur bo'lib, u o'z ichiga ko'pgina tushunchalarni qamrab oladi. Masalan, jahon madaniyati tarixini o'rganish jarayonida ham nazariy, ham qiziqarli amaliy mashg'ulotlar uyushtirilishi mumkin. Chunonchi etika va estetika kursi mashg'ulotlari esa leksiya hamda seminar ko'rinishida bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Musiqa san'atiga doir mashg'ulotlar esa amaliy ahamiyat kasb etadi. Muayyan fan o'qituvchilar rasm chizish bilan ham mashg'ul bo'ladilar. Shuningdek, devoriy gazetalar chiqarish, turli ko'rsatmali qurollar yasash ham ma'naviy madaniyatni shakllantirishda katta yordam beradi. Bo'lajak o'qituvchilar uchun jismoniy madaniyat va mahoratni egallash ham juda muhim va zarurdir. Ochiq havoda mashq qilish, lo'qillab chopish hamda sayr etish mashg'ulotlarida toliqqan kishilarga ham bardamlik va tetiklik bag'ishlash bilan birgalikda yaxshi kayfiyat ham baxsh etadi. Ko'rinib turibdiki, o'qituvchining professional madaniyati ko'p qirrali ma'rifiy jarayon bo'lib, bir-biri bilan o'zaro bog'liqdir, holatda rivoj topib boradi va u pedagogik mahorat, ma'naviy axloqiy kamolotning muhim sharti sifatida o'qituvchi madaniyati qirralarini rivojlantirishga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bunday faoliyat yordamida quyidagi natijalarga erishish mumkin. Birinchisi, madaniyat va mahorat olamiga moyillik o'qituvchi ma'naviy qiyofasini o'stirishga yordam beradi. Ikkinchisi, o'qituvchining o'z fani bo'yicha darsda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda rivoj topgan pedagogik mahoratini yanada o'stiradi. Uchinchisi, madaniylik estetik faoliyatning predmeti sifatida yosh o'qituvchining ijodiy qobiliyat va romantik tuyg'usini ham rivojlantirishga yordam beradi. To'rtinchi, go'zal hissiyot, nafosat tuyg'usi, ongli estetik ta'sir o'qituvchining ma'naviy madaniy boyligiga aylanadi. Pedagog professional madaniyat o'qituvchi shaxsdan ma'naviy estetik tuyg'uni, did va idrokni tarkib toptirishni rivojlantirishda muhim didaktik ahamiyat kasb etadi. Ana shu tadrijiylikni takomillashtirib borish ma'naviy boylikni madaniy qiyofa bilan uyg'unlashtirishning hal qiluvchi asosiy sharti bo'lib xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.